Assalomu alaykum, hurmatli Arziydim obunachilarimiz, Arziydim kanalimiz obunachilari. Xo'p, biz sizlarga hozir shkaf, divan kreslo, divanchalar, stenkalar hammasini ko'rsatib boraman bitta-bitta. Buni qaysi biri sotildi aka? Buni sotildi. Buni sotildi. Necha pul sotildi bitta? Bunisini 700 ming so'mga sotilibdi. Telegram kanalidan, bemalol bozordan, Telegram kanalidan qo'yilgan Telegramga ham. Bunisi ham xuddi shunaqa. Buni necha pul qilib beramiz aka? Mishilka. Bağı polka. Demetlerin şirkesi bu. Tagida ham shilkasi bor. Mana uni ushlanib qo'yishyapti-ku, o'sha qayerga beraveradi. Bir shirkalar. Bu boring. 140, 160 lar atrofida razmeri adashmasam. Buni bag'imi? Ha. 172 220. 172 220. 70 ana 220. Necha pul? Buni 600 mingga beraveradi. 600 ming so'mga mana shkafchani bemalol sotib olishingiz mumkin. Bemalol. Bo'shashiga. Bo'shatishiga. Endi aka divanlarning narxini shuni aytib ketaveraylik. O'tgan safar ham qo'ygandim bular adashmasam. 1 million so'm, 400 ming so'm. Bunisi 300 ming so'm. O'rtada 300 ming. O'rtada 300 ming so'm. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Stenkalarchi aka? Bu stenkalar Toshkentda qolib ketgan, bu turib turadi endi. Bu turib turadi, xo'p. Ana uni 500 mingga beraveradi. Bu 500 ming so'm. Bo'linadi hamda 3 ga bo'linadi ash. Toshni chiqaradi. Asha o'rtada uzuni 3 ga bo'linar ekan, narxi 500 ming so'm. 500 ming so'm. Bularda bu 100 mingdan beraveradi. Bularda donasi 100 ming, bunisi ham 100 ming, bunisi ham 100 ming. E'tibor qilasizlar, nomer Telegram kanalida bo'ladi. Telegramni qanday topaman deyotganlarga Telegramga kirasiz, sotish va sotib olish xizmati deb yozganingizda chiqadi. Men shuni video qilib ham ko'rsatib ketaman, xudo xolasa. Oraga qo'yib yuboraman uni ham. Bunisi ham biriga 230 bo'ylari. Metdan bitta ajraydi. Ajraydi. To'pga qo'ysam bo'laveradi, bo'y pastgina bo'lib. Ichlarida dokument-dokumentga kitob to'plaring. Ochilib yopishlari. Zo'r holatda ekan. Bu qattiq aka? Bu Belarusya. Bu Belarusyaniki. Ichida polkalari ham bor buni. Polkalari ham bor ekan. Buni 400 mingga beraveramiz. Bu mashtirish 400 ming so'm. 400 ming. E'tibor qilasizlar, like bosib 500 dan chiqmasin obuna bo'lib. Mana ularga 750 ming bo'ldi. 750 mingdan. 600 mingdan. 500 mingga beraveramiz. Razmeri bag'i 70. 70 ga. 70. Bag'i 80. Bo'yi 80. Bag'i 270. Uzunasi 270. 500 mingdan. Narxi 500 ming so'mdan ikkita bor mana. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Obuna qilsanglar mana shunaqa narsalarga. Uni yoniga qo'yib olaman, uni ham 500 mingga beraveraman. Modelni. Ha. Chista yong'oq 100%, 500 ming. Bu ham 500. Uchovsi 500 ming so'mdan 1,5 million so'm mana shu narsalar. Nima deysizlar, arziydimi? Uni kommentariy yozib keting. 1,5 millionga beraman Fayzullo. Chista yong'oq. Uchovsi. Bu ham. Bunday ko'tarsam o'g'il, bu ham 1,5. Bu yong'oq 1,5 million so'm narxi buniki. Xo'p, endi mana ugalogimiz. Qani. Ispaniya ham bo'ladi. Ispanli bo'ladi, ugalog kreslosi bilan. Mana aytgan tevadan suv tushgan, o'shancha dog' bo'lib qolibdi. Aytdan suv tushyapti. Tevadan suv tushyapti, e'tibor qilasiz. Quriydi u. Buni Xoni bilan 1 million 700 qo'ydik, bezxon. 1 million 700 ga xonsiz qo'ygan ekanmiz. Endi xon ham qo'shyapmiz, Yangi xon bilan. Yana 100 ming narxida o'tib beradi, 1 million 600 ga mana xona bilan beraveradi. Endi 1 million 600 ming so'mga xona bilan. Xona bilan. Mana bemalol xarid qilishingiz mumkin. Like bosib, obuna bo'lib kuzatib borsalar ham mana shunaqa narsalar birinchi sizlarga chiqadi. Ha, jup kravatimiz bor bu yerda. Mana. Ishlagan toza, Fayzullo. Qanaqa matraslari ham butun turibdi. Puliga beramiz. Necha pul? 16-17 sotishyapti bittasini. To'g'rimi? Ha. Masalan, Kujinalda 16-17 sotyapti. Shunaqa. Shunaqa 1 million 600, 1 million 700, 1,5 milliongacha. 1,5 millionga beraveramiz. Hammasi tumbalari bilan 1,5 million so'm. 100 mingdan 1,450 mingdan 100 ming 1,5 millionga turishini beramiz. Mana shu ko'rib turgan narsalaring 1 million necha pul? 1 million 500 ming. 1 million 500 ming so'mga hammasi. Bu ham o'sha tevadan mana yerdan suv tushibdi, quriydi bu ham. Like bosib obuna bo'linglar. Telegram kanalimizda video orqali ko'rib bemalol shunaqa Telegram kanalimizda topishingiz mumkin. Telegram kanaliga videolarni qo'yamiz. Xudo xolasa rasmlari bilan.